Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun penoblok tashish jarayoni. Hozir mashinaga yukladik 200 dana. Penobloklarni narxi bilan, sifati bilan tanishtirib o'tamiz. Xatar ko'rgazib. Ular 14 mingdan sotilib turgan bloklar. Hozir üstünü yükledik, aslında xatari zig'aragan tiklab qo'ydik buni. Ular ham bir kun, 2 kunga ko'p qoladi. Bular 15 minglik bloklar, bular zakazga chiqyapti. Mana rangidan bilsadan bo'ladi. Mana sementi ko'proq. O zakaz berdi. 2,5 ming dana blok chiqarish kerak bir joyga. Bular 14 minglik bloklarimiz bari zakazga chiqdi. Ko'sa egalarni aparib beramiz. Bu yerda peragorodkalar bor. Ko'p tutdi. Bu 9 mingdan peragorodkalar. Yana bloklar. Bular 14 mingdan. 40 barda penobloklar. Hozir bu mashinada penoblokda Maxtumqulga aparamiz. Maxtumquldan zakaz etdi 2000 dana. Shuni aparsak 1500 danadan bo'ladi. Yana 500 danada yaparishimiz kerak. Bular ham shu Maxtumqulga ketadi. Bular 14 mingdan sotilib turgan bloklar. Bular 15 dan tazadan tegyapmiz. Mana 2 xatar eli 15 ming blokdan 2 xatar chiqdi. Zakaz bersanglar, qanday blok kerak desanglar, 15 minglikdan kerak desanglar 15 minglikdan chiqarib beramiz. 14 minglik kerak desanglar 14 minglikdan chiqarib beraveramiz. Zakaz berishdan oldin kelib ko'rishlaringiz mumkin sifatini. Adres bu yog'imiz Bo'ston Pavorot. Bo'stonga qarab ketsa bo'ladi bu yoqdan. Bu yog'imiz Jumanaz maktab. Xayrli Pavorot. Kelib ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qanday turli penoblokdan kerak desa, hammasidan bor. Peragorодка 15 minglik, 14 minglik blok. Keyin lato go'g'illari kerak bo'lsa, ular ham bor. Go'g'illari bor buni. Shu to'shiklarni joyning burchagina qo'yib qaratib o'rsa, ichine beton qo'ysa bo'ladi, armata tashab aplab tiklab berish shart emas. Mana latoklar ham bor. Buni Maxtumqulga aparamiz, xudo xolasa oyoqdan hozir apparatlarimizni ko'rgazib o'tamiz.